Shu videoni oxirigacha ko'rsangiz smola bilan ishlash texnikasini oz bo'lsa ham o'rganib olasiz. Smola bilan ishlaganda faqatgina lu qismlardan foydalanamiz. Xohlagan kattalikdagi shunday dumaloq idishchadan o'zimizga kerakli bo'lgan shaklni chiqarib olamiz. Buning uchun shu idishchaga simni o'rab, undan keyin bemalol shakl chiqarsak bo'ladi. Dumaloq bo'lgan shaklimizni xohlasangiz qo'lda, xohlasangiz ambir yordamida bemalol shaklini o'zgartirishingiz mumkin. Foydalanilgan narsalarni bemalol furnitura sotadigan do'konlardan xarid qilsangiz bo'ladi. Men bu gulchaladan sirg'a yasash uchun foydalanaman, shuning uchun hajmini sal kichikroq qildim. Tayyor bo'lgan gulchalarimizni vitral smolaga ketma-ketlikda botirib olamiz. Shu videomiz 200 ta layk yig'sa, videoning ikkinchi qismi ham chiqadi. Bunday bepul darsliklarni o'tkazib yubormaslik uchun mening profilimga obuna bo'lib qo'ying.